Unicorn Soft kompaniyasi tomonidan Adliya vazirligi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan e-huquqshunos mobil ilovasi mazkur tizimga ulangan tashkilotlarda hujjatlar bilan ishlash jarayonini yanada sodda va samarali qiladi. Ilovaga OneID orqali tezkor va xavfsiz kirish imkoniyati mavjud. Bir marta tizimga kirilgandan so'ng sessiya avtomatik ravishda saqlanadi. Bosh sahifada foydalanuvchilar uchun 3 ta asosiy bo'lim taqdim etilgan bo'lib, ular orqali hujjatlar bilan tanishish, arizalarni ko'rib chiqish va ularni imzolash mumkin. Tanishuv bo'limida sizga yuborilgan hujjatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri mobil qurilmangiz orqali tanishish imkoniyati yaratilgan. Yangi hujjat yoki buyruq kelib tushganda push xabarnomalari orqali darhol xabardor bo'lasiz. Ilova orqali ariza yaratish jarayoni juda qulay. Ma'lumotlar avtomatik tarzda to'ldiriladi. Siz esa arizani tekshirib, tegishli shaxsga yuborishingiz mumkin. Arizani yuborishdan oldin preview orqali ko'rib chiqish yoki zarur hollarda tahrir kiritish imkoniyati mavjud. Barcha arizalaringiz mening arizalarim bo'limida saqlanadi va ularning holatini status orqali kuzatib borish mumkin. Shuningdek, hujjatlarni elektron tarzda imzolash yoki tasdiqlash imkoniyati ham mavjud. E-huquqshunos mobil ilovasini yuklab oling va hujjatlaringizni istalgan joyda, istalgan vaqtda samarali boshqaring.